Papilomalar haqida eshitganmisiz? Ha, eshitgansiz. Nafaqat eshitgansiz, balki o'zingizda kuzatgansiz ham. Yillar o'tib tanangizda, bo'yningizda, qovoqlarda, tananing boshqa qismlarida hollar paydo bo'lgan. Xuddi gulgaram yoki qo'ziqoringa o'xshash. Ha, albatta bular papiloma bo'lib, buni keltirib chiqaruvchi odam papiloma virusi hisoblanadi. Bu viruslar bemordan sog'lom odamga maishiy yo'l bilan to'g'ridan-to'g'ri kontakt orqali yuqishi mumkin. Papilomalarni davolash asosan elektrokoagulyatsiya, kriodestruksiya, lazer yordamida bo'lib, bundan tashqari papilomalar yo'q qilingandan keyin ularga immunitetni ko'taruvchi dori vositalari, virusga qarshi dori vositalari, bundan tashqari odam papiloma virusining organizmda o'zini ko'rsatishiga sababchi bo'lgan boshqa surunkali kasalliklar mutaxassis yordamida davolanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, izohlarda sizni qanday teri kasalliklari qiziqtirish haqida yozib qoldiring. Biz sizga ular haqida albatta ma'lumot berib o'tamiz. Siz bilan Ars Dental klinikasi.